Aq yo'l bo'lsin o'g'lim, yaxshi o'qig'in. Ma'qul. Aman bo'ling ana. Har qachon sabrchan bo'l bolam. Yaramliq odam bo'lib kel. Ma'qul ana. So'zingizni yuragimda chin saqlayman. Bolam, tamog'ingni vaqti-vaqtida yeyib, salomatligingni asrag'in. Jenim bolam, bizni unutib qolmag'in. Xotirjam bo'ling ana. Siz har qachon ko'z oldimda. Aq yo'l bo'lsin bolam. Haq orzu görüşürüz ana. Şu çağlarda bizning pulimiz nihoyat ko'p bo'lsa kerak. Yotoq binosiga qaytish yo'lida dadimizmi chekishga ko'zi qiymaydigan qimmat bog'liq tamakilarni bemalol setib olib chekatdik. Şu çağlarda bizning pulimiz nihoyat ko'p bo'lsa kerak. Hamisha pulkay oldida dangliq markalik grim buyumlarini tanlab setib olish bilan avara edik. Vaholanki onamızning ko'p ishlatadigan grim buyumi bo'lsa, yangi uningga yil bo'yi hamroh bo'lib kelayotgan yuyish suyuqligi bilan kuchoning to'qat sopini ichganligini xiyolimizga kirgizmaydik. Shu chog'larda bizning pulimiz nihoyat ko'p bo'lsa kerak. Sirtqa chiqsaqla o'ltirishimiz taksi edi-yu. Dadamizning qahrton sovuqda velosiped chiqib berib kelayotganligini o'ylabmi qo'ymaydik. Şu çağlarda bizning pulimiz nihoyat ko'p bo'lsa kerak. Dangliq markalik, ko'p iqtidorli yon telefonimizning oylik so'zlashish haqqi, ota-onamizning faqat so'zlashish iqtidorida bor yon telefonining haqqidan natchasi eshib ketadi. Ota-onamizning yon telefoni garchi shunchalik oddiy bo'lsa-mu, biroq uning eng zo'r aloyiqligi shuki, biz eng muhtoj bo'lgan vaqtimizda u bizga ota-onamizning bizni har vaqt eslab turayotganligidan xabar beradi. Biroq ota-onamizdan telefon kelganda bo'lsa, biz hamisha ularga "To'la ko'tildaydi ekansan" deb do'q qilib, telefonni tezroq qo'yib o'tishga oldiraydik. Faqat turmush pulimiz tugagandila, ondan ularga tashabbuskorlik bilan telefon berdik. Shu chog'larda bizning pulimiz nihoyat ko'p bo'lsa kerak. Maktab yotoqlarida pat-pat tuzilib qoladigan qamar so'rinlarda yanchiqdagi pulni qutish yoki qutirish xiyolimizga kirmay, ko'nglimizda xush qilganimizga rozi edik-yu. Ota-onamizning oddiy dasturxonda g'izolanayotganligi qaysi birimizning ko'ngliga kirib boqdi. Shu chog'larda bizning pulimiz nihoyat ko'p bo'lsa kerak. Kun bo'yi so'ygunimizdan ko'nglini qutish uchun har xil sovg'atlarni tayyorlab, paypetak bo'latdik-yu. Ta'tilda qaytish oldida ota-onamizga o'zining puli bilan bo'lsa-mu, arzon bahodagi sovg'atdan birini tayyorlamay, quruq qo'lda qaytib qoladi. Shu chog'larda bizning pulimiz nihoyat ko'p bo'lsa kerak. Savoldoshlarımızdan, do'stlarimizning tug'ilgan kun ziyofatiga qatnashib turardik-yu. Ota-onamizning qachon tug'ilganligini bilmaydik. Qachonlarda kun tush bo'lguncha uxlab qo'yganligimizda yuzimizni yumay, qo'limizga telefonni elibla maktab oldidagi tez tomoqxonalarga telefon urib, tomoqni yotog'imizgacha yetkazib berishni havola qilishga ko'nyaptik. Qachonlarda bolalik vaqtlarimizga qahramon bo'lish istikimizni unutib, hozirgidek tomoqxona kutuvchilariga buyruq voziq bilan mo'jiza qilishni o'rganib oldik. Qachonlarda ota-onamiz ming mushaqqatda topgan targinini farzandimizning bo'yni qisilib qolmasin deb otib etishga majbur bo'lib qoldi.
Qachonlarda tordagi mavhum dunyo turmushimizdagi shuhratparastlikka aylanib qoldi. Vaqtimizni torda faranglashish, tor o'yinlarini o'ynash, torda muhabbatlashish qatorliqlar bilan isrof qilishdan nomus qilish tugul, uningdan faxrlanadigan bo'lib qoldik. Ota-onamiz bizni o'zi o'qiyman debmi o'qiy olmagan oliy maktabga avatdi. Vaholanki biz ular cho'nqur umidini beg'ishlagan bu joyda ota-onamiz mangu bahramand bo'la olmaydigan turmushdan bahramand bo'lyapmiz. Biz o'qish bitirish oldida turyapmiz. Oliy maktabning odamning barliq obro'y parastliklarini normal ahvolda his qildiradigan joy ekanligini tushunib yetdik. Mana endi biz o'qish bitirish oldida turyapmiz. Ota-onamizga telefon qilib, nemishqa hozirgacha tonish berishlarini izlab, bizga xizmat yetib qo'ymaganligiga toptani qilamiz yo'q. Apa, dada, men xizmat topdim degan bir xush xabar bilan ularning oshu miskin chiroyida hayotidagi eng juloliq tabassumni paydo qilishni unutib qoldik. Mana endi biz o'qish bitirish oldida turyapmiz. Ota-onamizning qon tari badaliga kelgan puliga setib olgan kitoblarimizning qanchalik xorligi. Aksicha obro'y parastligimizda qo'zg'atadigan moda jurnallarning bizga kunda hamroh ekanligini his qilyapmiz. Mana endi biz o'qish bitirish oldida turyapmiz. Aytavr qaysi birimiz o'zimizni bir soatni darsdan qolmadim deb ayta olamiz. Aksicha biz biror fan imtihondan o'tolmaganimizni sharaf deb his qilishga odatlanib ketdik. Shu chog'larda biz rostila namrat edik. Garchi biz restoran, bazmxonalarda shubhadagi o'ng ta'til dastlab yurgan bo'lsakmi. Shu chog'larda biz rostila namrat edik. Garchi bizning ishlatayotganimiz necha yuz yillik kirim buyumi, kiyayotganimiz necha yuz yillik moda oyoqlar bo'lsin. Shu chog'larda biz rostila namrat edik. Garchi biz qimmat to'liqlash kartasi, tor o'yinlar kartalarini tutamlab setib olgan bo'lsakmi. Shu chog'larda biz rostila namrat edik. Garchi atining kechgacha boshqalar bilan telefonda paranglashib, kech-kechlab tor o'yinlarni o'ynayotgan bo'lsakmi. Shu chog'larda biz rostila namrat edik. Hamon bir kuni biz pul topqudak iqtidorga yetganda bu xil nodonligimizni cho'qim o'zgacha xarakter deb qaramaydigan bo'lamiz. Shu chog'lar faqat shu chog'lar bo'yicha qilaversin. Kelajakda biz haqiqiy puldor bo'lib, ota-onamizni baxtli turmushga ega qilish orqali ilgari ularga qilgan barliq go'dakliklarimizning o'rnini to'ldira olamiz. Bizning oliy maktab hayotimizga qanchalik ota-onalarning orzu-armonlari beg'ishlanmadi. Bizning oliy maktabga o'tganligimizdan ular qancha qitimlab faxrlanib boqmadi. Mana endi biz faqat o'sha bir parcha oliy maktab chaqiriq qog'ozi orqali ota-onamizga javob qaytarsak, 5 yil o'qigan darslik kitoblarimizni necha 10 yilga setib etib, maktab darvozasidan qaytib chiqsak, undaqda ota-onamizning chiroyidagi, chochlaridagi yillar qoldirgan iznolarga qandoqmi yuz kelamiz? Jafoliq o'qigan va yoshlik bahorimizni beg'ishlagan o'sha 5 yilga qandoqmi yuz kelamiz?